Samolyotdan biznes klassdan joy gaplashdimi sizga? Uka, juda saxiysizda. Aytgancha, bizning ish nima bo'ldi? Xayrli ishlarni orqaga surib bo'lmaydi, xojoni. O'g'limni to'yini o'tkazib oldik-ku. Endi navbat sizga. Ishqilib, qiz rozimi o'zi? Nega yo'q derkan? Sizdek hazrati inson og'iz soptiribdi. Yo'q demaydi. Sizga bermasam kimga beraman? Inson tanlashda adashmaysiz, xojoni. Unda bugun kechqurun o'taman. Bir bo'lajak olimni ko'rib suhbatini olay. Bo'ldi, kechqurunga kutamiz. Soliha, qattasan tezroq kel. Hoyi. Behkamda o'tirgin bolam. Bugun kechqurunga nozik mehmon o'zdi. Dasturxonni chiroyli qilib yasatgin keling bilan. Bo'ptimi? O'zingga qarab olgin. Yana aynib ketib qolishmasin. Kim kelyapti, oyi? Kim kelardi? Sardor Hoji keladi. Oyi. Boshlama deydi oyini. Bor ishingni qil. Ha, Soliha, nega buncha qo'rqib ketdingiz? Kim u Sardor Hoji? Oyi. U odam mendan axir 18 yosh katta. Oyim meni o'shanga uzatmoqchilar. Oyi jinni bo'lganmi? Soliha, o'zingizni qo'lga oling. Hozirgi asrda hech kim majburlab yerga berib olmaydi. Bu uyda axir oyim aytgan degan-ku. Oybek akamchi? Oybek akam nima deyaptilar? Akam. Oyimning gapiga qachon qarshi chiqqan? Keyin Sardor Hoji akam biznesiga katta pul tikib qo'ygan. O'shani badali men bo'vonman. Mayli, xavotir olmang. Hammasini o'zim hal qilaman. Kinoya oyimni bilmaysiz-da. Oyingiz ham meni bilmaydi. Voybe. Qaysan, ke. Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisan, Sardor? Sardor emas, Sardor Hoji. Ha. Shundoq joylarga borib keldim. Bo'ldi, kir. Do'stim, kir. Assalomu alaykum, xojoni. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshi kelyapsizmi? Chiqing, to'rga chiqing. Allohga shukr. Yo'q, to'rga chiqmaymiz. To'rga mana Oybek do'stimizga chiqadi. Qani Oybek? Nega bu yoqqa o'tirib oldingiz? Yuring, zalga joy qilib qo'yganmiz. Rahmat xonjoni. Juda ham mehribonsiz. Ovqatlanib keldim men. Kelin boshi, choy damlab keling. Endi xojoni, bu oilaning kattasi sizsiz. Oldingizga qulchilikka keldim. Bilasiz, sunnatimizda qurbingiz yetsa 4 tagacha uylaning deyilgan. Xudoga shukr, borligimiz kam emas. 4 ta tugur 10 tasini ham teng ko'rib boqib olamiz. Shunga endi bir qizingizni ko'rsak, ha, nima deysiz? 10 tasiga ham qurbimiz yetadi, xojoni. Men fikringizga qo'shilmayman. O'lsangiz, namozdan so'ralasiz, ro'zangizdan so'ralasiz. Nechta xotin olding deb so'ralmaydi. Siz hali yoshsiz. Ilmingiz ham yetarli emas shekilli. Biz shariat haqida gaplashyapmiz. Sunnatni niqob qilib, yosh qizchani sovg'a qilib yuborish qaysi kitobda yozilgan ekan? Soliha hali bola-yu. Umida, tilingni tiy. Mehmonlar oldida sharmanda qilmasdan bor xonangga kir. Uzr, Sardor bey. Kelinimizni sal zamonaviy joydan olib qo'yganmiz-da. Payg'ambarimizni pesh qilmang. Ular dinni tarqatish uchun uylanganlar. Nafs uchun emas. Haqiqatni tan oling. Agar sunnat uchun uylanmoqchi bo'lsangiz, ana boring beva bechoralarga uylaning. Men bilan bahslashmang. Nafsingizni dinga aralashtirayotganingizni prekrasni bilib turibman. Men senga nima dedim? Bor ichkariga kir. Kechiring. Bugun adabini beramiz. Oybek. Xotiningni tiyib qo'ygan. Nomahram oldi ro'mol o'tirganda, yana tikka gap qaytarib o'tiribdi. Agar yana meni shaxsiyatimga tegadigan bo'lsa, mana ochayotgan biznesingga bir sim ham tikmayman. Tushundingmi? Amin. Voy, Sardor bey, bugun soat 6larga keling. Kelinim bilan o'g'lim aylangani ketishadi. Qizim bilan uyda uchrashasiz. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Keling. Mashallah, kelingiz uyda emasmi, ishqi? Yo'q, hech kim yo'q. Bitta qizim uyda. Kiravering bemalol. Hozir men qizimni chaqiraman. O'tirib turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring, keling. Men bu suvni Baytullohdan olib keldim. Zamzam suvi.
Siz uchun maxsus. Oling. Oling, qo'limni qaytaring. Ichingmi? Iching. Ko'proq iching. Xo'p bo'ladi, hojam. Bo'pti, o'ysam yaxshi yuring. Xo'p bo'ladi. Ha, tinchlikmi Soliha? Kim bilan gaplashyapsiz? Sardor akam bilan. Yaqindagina to'polon qilib yotuvdingiz-ku, tegmayman-da. Endi inson tabiati har xil bo'lar ekanda. Bir sovuq, bir issiq. Chiqib, sangitdan sangitib qo'yishim kerak. Xudo xolisa yaqinda uylanmoqman. Begona emas, Xonasatiyning qiziga. 16 yoshli qizga uylanmoqchimisiz? Mana shuncha yil qiynaganingiz yetmaganda, ikkita bolangiz borligiga qaramasdan yosh qizga uylanasizmi? Nima? Nima deding nomanchaloqi? Endi sani shuncha yil boqqanlarim yetmagandi. Shu basharingga shuncha yil chidaganimga rahmating shumi? Eringga gap qaytaryapsanmi? Va menga qara. Kerak bo'lsa 10 tasiga uylanaman. Haqiqiy jannatli ayol, eriga itoat qiladigan ayol. Agar yana bir marta gap qaytarsang, bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Tushundingmi? O'rtoq, o'zingga keldingmi? Oyog'imni sezmayapman. Oyoqlarim qani? O'rtoq, o'zingni bos. O'rtoq. Oyga nima bo'ldi? O'rtoq, harakatda. Alloh sabr bersin. Bardam bo'lgin. Tuzalib ketasan hali. Yetgancha ayoling ham shu yerda. Hozir chaqiraman, hammasini tushuntirib beradi. Maktabga borsanmi, o'g'lim? Nechta 5 olding? Matematikani 2ta 5 oldim. Молодец. O'g'lim yur ketamiz. Chuban, qayerga ketasan? Oyimnikiga ketaman. Bir umrga. Bolamni ham olib ketaman. Tushunmadim. Sen yumda haydayaptimi? Nimaga ketasan? Sog'lom paytingiz ustimga xotin olmoqchi edingiz. Qani endi sizga kim erga tegarkan? To'xta. Shu holimda tashlab ketasanmi meni? Balki endi qadrimga yetarsiz. Ketdik bolalarim. To'xta. Meni tashlab ketma. Kechir meni. Nimalar qilib qo'yding, nafs quli? Nimalar qilib qo'yding? Kiringlar bolalarim. Qaytdingmi? Qishqatga ketganimiz yo'q, koridorda o'tirgandik. Shunchaki menga bergan azoblaringizni his qilishingizni xohladim. Xotiramang, qishqatga ketdingiz. Kelinglar bolalar.